Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan ko'ykalamiz. Akalar, bugun biz hafta kuniga payshanba 14-may kunida ko'rishib turibmiz. Sizlar bilan Namangan viloyati Qop tumani Qo'rimso'ray bozoridamiz. Xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosing akalar. Bo'g'oz, qisir, ena bola hammasidan chiqadi akalar. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bo'lmasam videoni boshlaymiz akalar. Neç bilge çıktı toğa bu? Boğaz mı? Neç öyle? 8 oylik. Birincisiga. Birincisiga 8 oylik boğaz akalar. Ko'ringlar, bo'ylari 1.20 ta atrofida keladi. Narxlarini olib so'raymiz, nech pul qildi ekan. Nech pulga bermadingiz tog'a? Qanchaga bermadingiz? 22 million so'mga berishmabdi. Yaxshi tog'a, bozoringiz bersin. Nech pul qildi aka bu? Yo'q. Yo'q chiqdi 8 oylik o'tdi boğaz birinchi tug'ishi. 23 million so'mga chiqqan 8 oylik boğaz akalar. Ko'ringlar. Birinchi tug'ishi. Vallahi. Xo'sh. Navbatdagi o'tiramiz akalar. Tog'a bu nech pul qildi buni? Qancha qildi buni? 22,5 deylarmi? 22,5. 27,5. To'g'ri, 27,5 million so'mga berishmabdi akalar. Tishi nechta tog'a? Tishi 6ta. 6ta tishi. 27,5 million so'mga berishmabdi akalar. Bo'ylari 1.25 ta atrofida chiqaradi. Ko'ringlar, bo'g'oz. Qo'rimso'ray bozorida sizlar uchun, xudo xolasa. Ular sizdanmi nech puldan qildi bularni? Bu bilan narigi 50 oldi. 50 oldi. Nechinchisi endi? 2 56 million. Nargilari ham? Xo'p, akalar. Ikkitasini 56 million so'm qilishibdi, berishmabdi tog'amiz. Bitta shved, bitta o'zimizdan Messi sigirlardan akalar. Xo'p, bunisi ikkinchisi. Bunisini 2 dedingizmi tog'a? Bu 2 mi 1 mi? Bu 1, bu 2. Bu 1. Bu 2, bu 1. Xudo xolasa 56 million so'mga berishmabdi. Bularni-chi tog'a? Bularni hech puldan bermadi. O'zayapti-mi? Mana 50 oldi. Ha, men ona aytyapsizmi dedimda. Uzr tog'a, uzr. Bo'g'oz so'raganlarga. Qancha bo'pti bu? Qancha bo'ldi aka? 41,5. Xo'p akalar, 41,5 million so'mga sotilibdi, ko'ringlar. Degan sigir, xudo xolasa. Buni nech pul qildi aka buni? 23. 23. Nechta tishi? 2 ta. 2 ta tishi 23 million so'm. 8 oylik bo'g'oz aka. 23 million so'mga berishmabdi. Orqalarni ham bir qator ko'rsatib o'tdik. 23 million so'm. Bo'ylari 1.20 filista. Xolos. Zotlarda mana turib degan xudo xolasa ko'rsatamiz akalar. Narxlarni iloji boricha layklarni bosib qo'llab turinglar. Xolasa sizlar uchun ozgina mehnat etamiz akalar. Nech puldan qildi bularni aka? Beravering. Aytavering bizga narxini siz nomeringizni qoldirib 50 milliondan kami bor deyapti. Hop, bozor qanchadan so'radi? Bozor 70 million oshiqroq 70 million so'rayapti. 35 dan. Nechinchi qorin bo'g'ozmi endi bular? Ikkovi ham ikkinchi qorin. Ikkovi ham ikkinchi qoringa 70 million so'mga berishmabdi akalar, ko'ringlar. Ikkalasi ham ikkinchi qorin. Qancha bo'ldi bu? 32. 32 million so'm bo'pti. Bolasi? Bu qancha ekan? 70 million so'mga berilmagan. Akalar. Sigirimiz, ko'ringlar. Degan sigir so'ragan ko'kkalarimiz uchun, xudo xolasa, Qo'rimso'ray bozorida lavhalarni olib boryapmiz akalar, sizlar uchun. Like'ni bosib,
Yumillatib kanalga obuna bo'lib ketinglar akalar. Savdosi bo'lyapti yana. Qaysi mol savdosi bo'lyapti? Bu necha pulga bermadingiz aka buni? Birinchisi bu. Birinchi bola akalar xunajin 21 million so'mga berishmabdi. Yana bolani. Ko'ring. 21 million so'mga sotilmoqda birinchi bolasi. Bo'ylari 120 shunaqa atrofida keladi. 120 plus bo'ladi. Kaçsaydı. Yani 200 bin üstüge. Bir. Ha hoca. Necha pul qildi buni aka? Buni 23,5 qilyapti. 23. Birinchisi endi? Birinchi bola, Birinchi bola 23,5 million so'mga berishmayapti akalar, ko'ring. Bolasi xunajin. Yana bo'yi 123 shunaqa atrofida kelib qolsa kerak akalar, ko'ring. 23,5 million so'mga berishmayapti. Qurum so'ray bozorda. Necha puldan qildi tog'a biladi? 28 30. Kilosiniki ham bolasi buqa. Birinchidan bolasimi? Bunisi nechta tishi? 8 chiqardi. Bunisiniki birinchisi bo'lsa kerak bolasi. 4ta. 8-sini bunisi chiqaribdi akalar. Ikkalasining ham bolasi buqa. Ko'ringlar. O'rim so'ray bozorda. Enasini bo'ylari akalar, bu yerda 125 shunaqa atrofida kelib qoladi. Yaxshi ro'zg'or olib sigir so'ragan ko'kalarimiz uchun bolasi nomoz. Bolasini bo'ylari 1.5, 1 metr shunaqa atrofida kelib qolsa kerak. Hop akalar, ko'rsatib boraveramiz sizlar uchun. Bu necha pul qildi aka? Yana bolani? 26. Necha pul baho aytyapsiz o'zi? 30 ming. Kishi nechta buni? 6 dona. 26 million so'mga berishmabdi. Uchinchi bolasi 30 million so'm baho aytishyapti akalar. Bolasi simental, Bretman simentalmi? Xunajin ekan bolasi. Bolasi xunajin ekan. Nomer qoldiramizmi aka? 77 lik. 235 00 30 a. Aloqaga chiqarasizlar akalar, ko'ring. Ro'zg'or bobsiga so'ragan aka-ukalarimiz uchun xohlasa O'rim so'ray bozorda sizlar uchun ko'rsatib boraveramiz aka. Necha pulga bermaysiz aka buni sir bo'lmasa? 25,5 ming. Necha pul baho aytyapsiz buni? Necha pul baho aytyapsiz? 28 bolasi. Bola xunajin. Birinchi tug'ishi. 8 ta suti bor ekan. 25,5 ga bermadingizmi? 25,5 ga bermadingizmi? 25,5 million so'mga berishmabdi akalar. Bolasi xunajin. Hop, birinchi tug'ishi 8 ta sutga garantiya deyishyapti aka. Sho'ring. Xudo xolasa, O'rim so'ray bozorda. Yenani bo'ylari 120 plus shunaqa atrofida kelib qolsa kerak. Necha pul savdo bo'lyapti ekan shu hozir bir so'rib ketamiz. Necha pul qilyapsiz aka? 23 ketchaga. 23 million so'mga ozgina kam savdosi bo'lyapti ekan akalar. Ko'ringlar. 1.15 daqiqa atrofida keladi. Yenani bo'ylari. 23 million so'mga ozgina kam. Bolasi buqa. Azamatus. Bolasi buqa chekdi. Birinchi tug'ish shunaqa atrofida bo'lsa kerak. Xudo xolasa ko'rsatib boraveramiz akalar. Bir ro'sh degan narsalar uchun. Necha pul savdo qilyapti tog'a? Navosi bor ekan bu yoqda, batter qilyapti. Sotildi.
Namozga boshga barter olib ketdi akalar. Tog'a siyirdi necha pul qildi? Farqi so'rayapti. Necha pul hozirgisi? 25 dan 30 gacha qilyapti. 25 dan 30 gacha. Tishi nechta? 4-chi bo'ladi. 4-chi 8 ta bo'ladi-da shunda. To'g'ri. 25 million so'mdan 30 million so'mgacha so'rashyapti ekan akalar. Ko'ringlar. Urumso'riya bozorida bolasi buqacha. 8 ta tishlari bu. Ko'ringlar, variantlar sizlar uchun. Barter bo'lgan sigirimiz. Xo'p, navbatdagi sigirlarga o'tamiz akalar. Narxlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Egalaridan iloji boricha so'raymiz. Necha pulga bermaysiz aka? 33 ga bermadilar. Xo'p, akalar 33 million so'mga berishmayapti. Bolasi buqa. Enani bo'ylari 120 pilista. Xudo xolasa 33 million so'mga berishmayapti. Bozordan bersin deya navbatdagilarga ko'rsatib boramiz. Pul yengillardan so'ragan ko'kilamiz. Tovoq, necha pulga bermadingiz buni? 25. Birinchisimi endi bu? Birinchi bolasi akalar 25 million so'mga berishmayapti. Bola buqa. Ko'ringlar. Hop, ro'zg'or bob so'ragan ko'kilamiz uchun xudo xolasa bo'ylari 1.10, 1.15 qatorida yeb qoladi. Enasi. Bolasi buqacha. Puli bormi? Xo'sh. Qancha savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti aka? Buni yana bo'ladimi? Qancha? 28. Xo'p akalar, 28 million so'm savdosi bo'lyapti, bolasi xunajin. Ko'ringlar. Enana bo'ylari 120, shunaqa tarafga kelib qoladi. Bolasi xunajin 28 million so'mga hakamiz savdo bo'lyapti, berishmayapti. Tishi nechta ekan? 4 tami yoki 2 tami? 6 ta. 6 ta ekan akalar tishi. Bunisini nechta pulga bermaysiz aka? Buni 20 million beshi. Bunisini nechta? Bosgan. Tish bosgan akalar 20 million 500 ming so'mga berishmayapti ekan, ko'ringlar. Bo'ylari 1.15. Shunaqa tarafga kelib qoladi. 20 million 500 ming so'mga berishmayapti. Bolasi nomozcha. Bolasi nomozcha. Necha puldan qilyapti aka bularni? 12dan. 12dan. Bo'g'ozmi bular? Qisir. Qisir akalar 12 million so'mdan qilishyapti degan berishmayapti. Ko'ringlar. Bular bosgan bo'lsa kerak endi. O'zi og'riqlashib. Bas, yemlagan oshadi bular. Bular necha puldan qildi aka? 27 million. Jupini. 27 million so'mga bordi aka, jupi. Berishmadi xunajinlar. Ko'ringlar, 27 million so'mga berilmayapti. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Yetib olganingiz uchun rahmat, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz aka. Urumso'riya bozorida video syomkalar qildik aka. Sizdan like bosib, kanalga obuna bo'lish, sizlardan chiqmas aka.